Beyonce shunchaki yulduz emas, u tirik afsona. Lekin uning muvaffaqiyati ortida qanday sirlar borligini bilasizmi? Uning mashhur ko'cha yo'li konsertiga tayyorgarligi naq 8 oy davom etgan. U kuniga 11 soatdan, ya'ni 8000 soat raqs qilishgan va o'ziga juda qattiq diyeta e'lon qilgan. Hech qanday non, shakar, sut mahsulotlari, hatto go'sht ham mumkin emas edi. Tabiatdan o'tayotgan bo'lgan Beyonce sahnada qo'rquvni yengish uchun Sasha Fires nomli olovli alter egosini yaratgan. U 2010-yilgacha bu niqob ortida yashagan dunyoni zabt etdi. Bugungi kunda u 30 mukofotidan tarixda eng ko'p Grammy yutgan inson hisoblanadi. Bundan ham qizig'i, uning hayotida 4 raqami muqaddas. O'zi, onasi va turmush o'rtog'i oyning 4-sanasida tug'ilgan. To'yi ham 4-aprelda bo'lgan. Beyonce nafaqat kuylaydi, balki o'z imperiyasini boshqaradi. 2011-yilda u barcha menejerlardan voz kechib, Barcode Entertainmentga asos soldi va o'z karyerasini to'liq o'z qo'liga oldi. Xulosa bitta: iste'dod sizga eshiklarni ochishi mumkin, lekin faqat temir intizom sizni cho'qida ushlab qoladi. Sizga Beyoncening qaysi qo'shig'i yoqadi? Izohlarda bo'lishing, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.